Hazreti Luqmon alayhissalom, Hazreti Luqmonning nomlari Qur'onni Karimda kelgan azizlarim. Bir kun mundoq ketyapsalar, yerdan bir giyoh o'sib turgan ekan. Endi Hazreti Luqmonga Alloh butun o'simlik nabototlarni tilini tushunadigan qilib, tillarini tushunadigan, zabonini tushunadigan qilib Alloh shunaqa qilib qo'ygan ekanda Hazrati Luqmon alayhissalomni. Haligi giyoh aytibdiki, ey Luqmon, man yurak sanchig'iga davoman debdi. Hazrati Luqmon haligi giyohni olib, uylariga olib borib, yaxshilab havonchada yanchib dori tayyorlabdilar. Bir yigit kelibdi. Ey Luqmon, otamni yuraklari kasal, doring bo'lsa bergin debdi. Shunda Hazrati Luqmon haligi giyohdan tayyorlangan dorini yigitni qo'liga tutqazibdilar. Birozdan keyin yigit kelib, menga qanaqa dori beruvding? Dorini otam ichdilar-yu, dunyodan o'tdilar. Shunda Hazrati Luqmon nihoyatda yigitni oldida hijolat bo'ldilar. Yer yorilmabdi, yerga kirib ketmabdilar. Nihoyatda uyalib hijolat bo'ldilar va o'sha kuni o'sha giyoh o'sib turgan joyi borib topdilar. Shunda haligi giyoh, ey Luqmon, men yurak sanchig'iga davoman deb avvalgi eski gapini yana qaytarib turgan ekan. Shunda Hazrati Luqmonning jahllari chiqib, haligi giyohni oyoqlari bilan bosib ezg'ilabdilar. Ey kazzob, yolg'onchi, nimaga aldiysan? Sandan dori tayyorlagan edim. Bir odam dorini ichdi-yu, dunyodan o'tdi deganda, shunda giyoh aytgan ekan, ey Luqmon, biz yolg'on gapirmaymiz, sizlar insonlar aldab yolg'on gapirasizlar. Biz yolg'on gapirmaymiz. Men yurak sanchig'iga davoman, ajalga dori emasman.